Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan birga yil davomida iste'mol qilsa bo'ladigan achchiqqina bodringli salat qilishni birga o'rganamiz. 700 gramm bodringimizni katta-katta qilib to'g'ray olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, agar mayda qilib to'g'rasak, bodringlarimizni suv chiqib ketishi mumkin. Keyin bodringlarimizni to'g'rab bo'lganimizdan so'ng bir osh qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. 10 minut o'tgandan keyin bodringdan chiqqan suvlarimizni to'kib olamiz. Salatimizni boshqa salatlardan farqi u juda ham xushbo'y. Bodringlarimizdan chiqqan suvni to'kib olamiz va 3 dona chesnokimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. O'tkazib bo'lganimizdan so'ng salatimizni pripravalarini birma-ketin sovolamiz. Birinchi bo'lib ezilgan achchiq qalampirimizni sovolamiz. Ikkinchi bo'lib qizil paprikamizni sovolamiz. 1 choy qoshiq achchiq qalampir, 2 choy qoshiq qizil paprika solamiz. Pripravalarimizni solib bo'lganimizdan so'ng 1 osh qoshiq soyaviy sous, 1 osh qoshiq 9% uksuimizni ham sovolamiz. Priprava va souslarimizni solib bo'lganimizdan so'ng 5 osh qoshiq qaynoqqan yog'imizni pripravalarimiz ustidan qo'yamiz, chunki xushbo'y hid taralishi uchun. Salatimizni dehqonchasiga qo'limiz bilan aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng yoqqa qorilgan kunjutimizni ustiga sepamiz, chiroyli bo'lib bezaki uchun. Salatimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Salatimizga ketgan pulimiz 200 ming so'm tashkil etadi. Agar salatimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yurakcha so'zini qoldiring. Kanalimni qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiska bosish esdan chiqmasin.